Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Marg'ilonlik Osip akalarimiz bilan Muhriddin markaziga tashrif buyurdik. Aka, ikki og'izlik fikringizni bildirasiz. Hoji aka, o'zingiz yoshingiz katta, xo'p deb fikr bildirsangiz, sizdan kelgan albatta. Marhamat. Xudoga shukr, bugun keldi, yig'ilib shu qadrdonlarimiz, ukalarimiz bilan osh yedik. Oshlari yoqdi, juda mazali ekan. Nodirbek aka, nima deysiz aka? Osham yo'qdi. Keyin bolalar xizmati ham zo'r ekan. Shu yo'q. Bolalar zo'r ekan muomalasi. Muomalalari zo'r. Eng o'sha nima deydi? E'tibor qiladigan jihatini gapiryapsiz. Asosan o'sha muomala. Hali bo'rini oyog'i suvda gapni tili boqadi deb eskilab bekorga aytmagan. Mana hozir akam bilan qolgan gap yo'q. Juda ham bir nimani gapiryapsiz Nodirbek. Rahmat. Inson bo'linglar. Katta rahmat aytamiz Muhriddin markaziga. Xudo xohlasa tashrif buyuramiz Hoji aka. Xudo xohlasa yana kelamiz qayta. Rahmat hammaga. Yoqdi. Omon.